Kecha ko'z yosh to'kildi, bugun esa bosh egilmaydi. Portugaliya va Kolumbiya, dardi yurakda qolmaydi. Bugun maydonga tushamiz, faqat bitta niyat bilan, g'alaba uchun, vatan uchun, muqaddas bayroq bilan. Bu oddiy o'yin emas, tarix yoziladigan tun. Har zarba, har nafas bugun million yurakning umidi. O'tga yo'l yo'q, faqat oldinga, faqat kurash yo'li. Bugun butun xalq aytadi olga, o'zbek bo'rinlari. Yusupov darvozani to'g'day qo'riqlasin, Husanov devorday raqibni to'xtatsin. Fayzulla Yeksilini yana dunyo ko'rsin, Shomurodov gollari bilan stadionlar zaga kelsin. Qonimizda Temur bugun jasorati ulg'adi. Yengilishni emas, g'alabani tanlag'apimiz azalda. Bugun Kongo qarshisida qo'rquv degani bo'lmaydi. Maydonda faqat ma'rifati bo'ch gapirardi. Ey O'zbekiston, bugun seni butun dunyo kuzatmoqda. Har muxlis qalbida bitta tilak, zafar nasib etsin. Biz ishonamiz, oxirgi hushtakkacha kurashimiz. Chunki bu yurt farzandlari hech qachon taslim bo'lmaydi. Bugun yutishimiz shart. Bugun g'alaba bizga lozim. Bugun tarix yoziladi. Ol O'zbek bo'rilari.